Qizlar, qormanglar. Men shu yerga meni yo'qotib qo'ymadinglarmi? 1-2 kundan beri o'zim bilan o'zim bo'p. Konditsionerchilik kelishdi uyimizga. Keyin gazimiz ozgina hidi chiqyotdi. Unga gazchilik kelishdi. Bismillahirrohmanirrohim. Shunga o'zim bilan o'zim bo'p, storiesga ham tuzuv qurib chiqolmadim. Imanda nima o'zgarish sezdinglar? Yuzimni qaranglar, qanaqa ozib ketganini, shirincha bo'lib, vashi. Men juda ham tez semiraman, lekin ozishga qiynalardim. Hozir вообще zo'r yo'lini topib olganman qizlar. Prosta har kuni detoks ichyapman mana. Necha marta sizlarga ko'rsataman, mana detoks, mana endamarin ham ichaman, buni ham ko'rsatay. Endamarin bu yod o'rniga bilasizlar. Detoks polniy adamiz ham ichyaptilar. Organizm tozalanadi, yuzinglardagi har xil toshmalar, ichinglardagi shlaklar, xullas qanaqadir parazitlar bo'lsa ham chiqib ketadi, teringlar tiniqlashadi. Plus sog'lom ozasizlar. Bu faqatgina oshqozonida yarasi borligi mumkin emas. Qolgan hamma bemalol ichsa bo'ladi. Takji mana. Bolalar bo'lsa, bilasizlar, ikki ichishyapti. Tishi umuman g'ichirlatmayapti tishini. Ishtahasi ham zo'r ochilgan qizlar. Ani ovqat